Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'ur qarindoshlar, qanday ahvolinglar, yaxshimi? Xabar kanallarimizga xush keldinglar. Bugun 6-oyning 18-kuni, 6-oyning 17-kuni Amerika hukumatining bosh kotibi Michael Pompeo efendi bilan Xitoyning diplomatiya ishlariga mas'ul bo'lgan Yang Jiechi ikki davlatga vakolatan Amerikaning Tinch okeanidagi Havay orolida suhbat uchrashishini ifodi. Qaraganda bu ikki davlatniki diplomat ministrlarining uchrashish suhbatining natijasi barbod bo'ldi. Bu qitim ikki davlatning ministrlari maxfiy uchrashish ilib borgandan keyin albatta sotsial media bo'lsin, mayli muxbirlarga bo'lsin, har ikki davlat o'zlarininki suhbatda o'tirib qo'ygan maqsadlarini oshkorlamaydi. Lekin biz bu ikki diplomat ministrlarining suhbatining buzilganligini Xitoy davlatining tashqi ishlar bayonotchisidan, Amerika hukumat ishlar ishxonasidan bilib olamiz. Mana bu ikki davlat bayonot beradigan ishxonasining oddiylashtirib bergan bayonotiga qaraganda ikki davlatning bu qitimqi suhbati butunlayla barbod bo'lgan gap. Suhbat qilish orqali vaziyatni yaxshilaydigan hech qanday umid qolmagan gap. Suhbatda Amerikaning vakili bo'lgan Pompeo efendim Amerika davlatining manfaatini birinchi o'ringa qo'yish sharti bilan Amerika davlatining savdo ishlari, diplomatiya ishlari va bexatarlik ishlarini asos qilib turib so'zlagan. Chunki Xitoy davlati yillardan buyon shu 3 mazmunda Xitoy davlati foydalanib Amerika davlatini qo'mlab kelgan. Uningdan boshqa Xitoy davlatiga qo'yilgan shart bo'libmi Xitoyda paydo bo'lgan bu virusninki aniqlik darajasini ochiq oshkor qilish qatorliq mazmunlarni asos qilgan. Xitoy davlatining og'zi bo'lgan tashqi ishlar bayonotchisi Zhou Lijian so'z qilib, davlatimizning diplomatiya ministri Yang Jiechi Amerika hukumati bilan suhbat qilganda Xitoy davlatining Hong Kongga yurgizgan davlat bexatarlik qonunini ishga oshirishda qat'iy irodaga kelganligini, Tayvan masalasi bo'lsa Xitoyning ayrilmas bir qismi ekanligi, vaqti kelsa qurol kuchi ishlatib qaytarib oladigan irodasining borlig'ini bildiribdi. Mana bu ikki davlatninki qilgan bayonotidan ikki davlatning suhbati hech qanday oldiga surilmaganligi, hech qanday bir natija ko'rinmay, har ikkili taraf o'zining maydonda turganligi ko'rinib turibdi. Demak, har ikkili taraf o'zining maydonda turdi degan gap, bu qitimqi suhbat buzildi degan gap. Bu qitimqi suhbatning buzilish sababi Amerika davlatining prezidenti Trump efendim, bosh kotib Pompeo efendimning Yang Jiechi bilan ko'rishib, suhbatda natijaning bo'lmaydiganligini jazm qilgan. Nima uchun biz bundoq deymiz desak, Amerika davlat ishlar bosh kotibi Xitoyning diplomatiya ministri Yang Jiechi bilan suhbat qilishdan 3 soat burun prezident Trump efendim Uyg'ur kishilik huquq siyosat qonuniga imzo atgan. Prezident Trump efendimning bu qonunga imzo etishi Xitoy hukumatining jon tomiriga tegib, Xitoy hukumatini chichanshitib etgan. Xitoy hukumati nima uchun bu darajada chichanshib ketdi deganda, Uyg'ur kishilik huquq siyosat qonuni rasmiy imzolanib, qonun bo'lgan kundan boshlab 180 kun ichida Uyg'ur masalasi to'g'risida Amerika hukumatiga bir doklad tayyorlanib o'tirg'a qo'yildi ekan va bu orqali Uyg'urlarning kishilik huquqini dafsanda qilgan, Uyg'urlarga zulm ibbagan, Uyg'urlarni dafsanda qilish ishlari bilan shug'ullangan va shunga munosabatlik Xitoy amaldorlarini rasmiy shaklda status qilib, ismlarini ratlab yozib chiqib, ondan bu Xitoy amaldorlariga jazo yurgizdi ekan. Qanday jazo yurgizdi deganda, bu tizimga ilingan Xitoy amaldorlarining Amerika davlatiga kirishi cheklandi ekan va bu Xitoy amaldorlarining butun urug' tuqqan bola-chaqa va xulum-xo'shlaridan tortib Amerika davlatiga kirish cheklandi ekan. Uningdan boshqa bu tizimga ilingan Xitoy amaldorlarining Amerikadagi va Yevropadagi butun mol-mulk, oltin, kumush, qora-joy, ziminlaridan tortib to'g'litib, hattoki Amerika davlatiga munosabatlik har qanday pul muomala sistemlariga kirolmaydi ekan.
Xitoy amaldorlarining Amerika davlatining mushundaq shakldagi jazolashidan intayin qo'rqidi ekan. Shunga Xitoy hukumatininki amaldorlarining sakrab ketgan va changishib ketgan yeri mana mush ekan. Chunki Amerika hukumati Xitoy hukumatini qanchalik darajada jazolasa, Xitoy hukumatining amaldorlari ancha voydab ketmaydi ekan. Sababi Xitoy hukumati qanchalik darajada krizisga uchrab, xalqi yeydigan non topolmay ko'p yesimi, u Xitoy amaldorlari ancha parvo qilib ketmaydi ekan. Xitoy amaldorlari yanala o'zlari bayashat, xo'shal-xo'ram yashayverdi ekan. Ammo Xitoy amaldorlarining eng ansiraydigan yeri shu Xitoy amaldorlarining har bir amaldorini ismini tizimlab turib, shu amaldorga jazo yurgizishdan intayin ansiraydi ekan. Chunki bu Xitoyning amaldorlari 20-30 yildan buyon chashqonga o'xshash Xitoydagi mol dunyolarini Amerika davlatiga yo'tkab chiqish va Amerikaningki ittifoqdosh davlatlariga yo'tkab chiqish, shu davlatga intayin zo'r darajada boyliqlarni yushagan. Xitoyning bu amaldorlari bolalarga atab, xotiniga atab, 2, 3, 4 xotiniga atab, urug' tuqqanlarga atab zo'r qimmatidagi oltin kumushlarni Amerika bankasiga, Yevropa bankalariga yushagan ekan. Endi Uyg'ur qonuni chiqib 180 kundan keyin bu jazolar ilib berilsa, Xitoy amaldorlarining jon tomiri kesildi ekan. Endi Hong Kong masalasiga mushundaq shaklda Amerika hukumati jazolash tadbirini ilib bordi ekan. Shunga Amerikaning bosh kotibi Pompeo efendim bilan Yang Jiechi ikkisi ko'rishdan 3 soat burun Prezident Trump efendim Uyg'ur kishilik huquq siyosat qonuniga imzo etishning o'zi Prezident Trump efendim men sen Xitoy bilan hech qanday suhbat qilg'im yo'q, ham sen bilan hech qanday natija barpo qilg'im yo'q degan ma'noni bildirdi ekan. Xitoy davlati Amerika hukumati bilan suhbat qilaman desa, Prezident Trump efendim suhbat qilsang mana mundaq bo'ladi deb Xi Jinpingning kaçtığa birini sağan gap. Bu vaziyat Xitoy davlati planliq holda diplomat ministri Yang Jiechi'ni Amerikaga avatib suhbat qilgan shaklda bo'lib, Amerikaning nurg'un shartlariga ma'qul bo'lmoqchi bo'lgan yo'llarini Prezident Trump efendim biraqlam to'rib etgan. Xitoyning suhbat orqali natijaga erishish planini yo'q qilgan. Hattoki Xitoyning vakili bo'lgan Yang Jiechi Pompeo efendimning oldida tizimlab ta'zim qilsangmi ishonmaymiz degan. Xitoy davlati Amerika hukumati bilan suhbat qilgan har qanday suhbati, har qanday to'xtamlarga qat'iy ishonmaydigan bo'lgan. Chunki Xitoy davlati mushu 20-30 yildan buyon o'zining naqadar gapidan tumaydiganligi, va'da berib va'dasi tutmaydigan, suhbat to'xtamlarida imzo etib imzosini e'tirof qilmaydigan, kazzab, aldamchi, muttaham, ağzı bilan qo'ngning farqi yo'q bir davlatgan deb amdi to'nigan. Bu qitim Prezident Trump efendim Xitoyga qanday bir signal berdi deganda, suhbat qilsa suhbatning natijasining bo'lmaydiganligini, shunga suhbatni ko'tar qasqiningni davetib, amaliy harakatingni ko'rsat degan mazmunni bildirdi ekan. Xitoy ko'rsatgan amaliy harakat qaysi deganda, Amerika davlat bosh kotibi Pompeo efendimning deganidek 4 cho'ng mazmunni ichiga olgan savdo masalasi, diplomatiya masalasi, bexatarlik masalasi, Xitoyda paydo bo'lgan Xitoy virusi to'g'risidagi masalalar asos qilindi ekan. Masalan, mushu yaqinda Xitoyda paydo bo'lgan virusning kelish manbasini ko'rsalamsan, bu virus nereden paydo bo'ldi, nima uchun paydo bo'ldi, buningga aniqlama bera olamsan degan shart qo'yildi ekan. Lekin Xitoy buni o'rindayolmaydi ekan. Bexatarlik masalasi kelgan chaqda hozir Amerika davlati bilan Rossiya davlati ikkisi suhbat qilayotgan yadro qurollarini va cho'ng tipdagi qirg'uvchi qurollarni cheklash to'g'risidagi suhbatga sen qo'shila olamsan degan shartni qo'ysa, Xitoy davlati bu shartga qo'shilmaydi ekan. Sababi dunyo bexatarlik mas'uliyatni ustiga ilishni xohlamaydi ekan. 3-masala bo'lsa, xalqaro savdo munosabatda teng darajilik va barobarlik shartiga, uningdan boshqa mol-mulk patent huquqlarini hurmat qilish shartiga qo'shilish tartibini qo'yganda, Xitoy davlati bu shartni o'rindayolmaydi ekan. Diplomatik munosabat kelgan chaqda Xitoy davlati boshqalarning davlatiga suiqasd qilish, o'zining yumshoq kuchini akirish, o'ziga tava bo'lmagan boshqa davlatlarningki nozik fan texnikalarni o'g'irlash, boshqalarning davlatida Xitoy davlatining ideologiyasini yaratish, boshqalarning davlat bexatarligiga amal qilish shartiga bo'ysuna olamsan deysiz. Buni o'rindayolmaydi ekan.
bergan va'dasiga amal qilmaydi ekan. Mundaq aytganda, Prezident Trumpningki nazariyasi bo'yicha yuqorqi 4 cho'ng mazmunni o'rindayolmaydi ekan. U chaqda Xitoy davlati Amerikaning dushmani, G'arb dunyosining dushmani, ya'ni dunyoning dushmani deb atildi ekan. Hamda Amerika davlati sobiq Sovet ittifoqiga ishlatgan siyosati bo'yicha so'qoq urushini boshlaydi ekan. Toki Amerika davlatining qarshidagi dushmanni barbod qilib vayron qilib Amerika davlati hamda bu niyatidan yonmaydi ekan. Qisqa xabarimiz tugadi. Hammanglarga salom alaykum.